ana taxtaga o'xshaydi. Qattiq tishlasangiz nima qo'yadi? Buni qaynatish kerak. Bu nimalarga foyda? Suyak yemirilish kasalliklariga va undan tashqari oyoq bo'g'in og'riq kasalliklari og'riq qoldiruvchi kalsiyga boy bo'lgani uchun oyoq bo'g'in og'riq kasalliklariga juda ham yaxshi. Ob-havoni oldindan sezadigan insonlar borda, ertaga yomg'ir yog'adi desangiz, u sразу ertasi kuni yomg'ir yog'adi. Bosimda o'sha oyoqlar og'rishni boshlaydi. 40 yosh, 30 yoshdan oshgandan keyin juda ham ko'plab kasalliklar rivojlanishni boshlaydi, chunki kalsiy kamayib ketadi. Tug'ruqdan keyin ham kalsiy kamayib ketadi. Ushbu narsa juda ham zo'r. Qorandiz yiladi. Mana xuddi shunaqa daraxtni naqasi novdasiga o'xshaydi. Uni qaynatib suvni 50 grammda 2 mahal iste'mol qilasiz. Albatta juda ham foydalari juda ham ko'p. Albatta uni bozorlardan topishingiz mumkin. Agarda bu sal noyo'qroq narsa, agarda bozorlarda buni topa olmasangiz, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Yetkazib beramiz. Oyoq og'rig'i, bo'g'in og'riqlariga, yoshi katta insonlarda qon quyilishlarida, jigar tozalashlarga juda ham yaxshi narsa hisoblanadi. Hammasi Allohdan, shifo Allohdan, sababini qilamiz va zakaz qiladigan bo'lsangiz yetkazib beramiz. Qora andis esingizda qolsin.